Assalamu alaykum hurmatli savoqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun fiqh darsligimizning 7-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda namozning shartlari bilan tanishib chiqqan edik. Ya'ni namozning bir qancha shartlarini sanab, uning birinchisini biz tahorat degan, ya'ni poklik degan. Endi o tahorat degan atalg'u ikki narsani ko'rsatadi degan edik. Birisi hukmiy poklikni, yana birisi ameliy, haqiqiy poklikni. Hukmiy poklik tahoratsizlikni ko'rsatadi. Mayli u tahoratsizlik cho'ng olsin yoki kichik tahoratsizlik olsin, ikkilisini ko'rsatadi. Endi haqiqiy poklik deganimiz 3 xil o'rindagi pokizlikni ko'rsatadi. Birinchisi badanimizdagi, ikkinchisi kiyimimizdagi, uchinchisi namoz o'qiydigan o'rnimizdagi poklikni ko'rsatadi. Ya'ni bu 3 xil o'rindagi nijosatlardan pokiz bo'lishini ko'rsatadi. Biz ilgirki soatlik darslarimizda haqiqiy poklik haqida to'xtaldik. Ya'ni qanday qilgan vaqtimizda haqiqiy poklikni amalga oshirib bo'ladi. Uning uchun biz haqiqiy poklikka to'sqinlik qiladigan nijosatlarni tushunishimiz kerak. Biz ilgirki soatlik darsimizda nijosatlarni tushundik. Ya'ni nijosatlarningki og'ir nijosatlar, yenik nijosatlar. Bu haqda to'xtalgan edik. Demak biz tahoratningki haqiqiy bo'lgan qismini o'rganib bo'ldik. Endi biz bugungi darsimizda tahoratning hukmiy bo'lgan qismini o'rganamiz. Endi tahoratning, ya'ni poklikningki hukmiy bo'lgan qismi qaysi? Tahorat, ya'ni al-vudu. Biz har namozga oldigan tahorat yoki junub bo'lib qolgan vaqtimizda oldigan cho'ng tahorat bu hukmiy tahorat deb ataladi. Buningki namozga oldigan kichik tahoratni biz nima deymiz? Vudu deymiz. Cho'ng tahoratni g'usl deymiz. Endi biz bugun vududan boshlaymiz. Unda olsa biz dersimizni başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Endi vudu, ya'ni tahorat bir qancha turlik bo'ladi. Ya'ni uning hukmi bir qancha turlik bo'ladi. Ba'zi tahorat farz bo'lsa, ba'zi mustahab bo'ladi. Ba'zi harom bo'ladi, ba'zi makruh bo'ladi. Unda qolsa, qanday vaqt farz bo'ladi, qanday vaqt makruh bo'ladi, qanday vaqtda harom bo'ladi. Birinchisi farz, ya'ni tahorat farz bo'ladi. Qanday vaqtda desanglar, alal muhdis iza arada al-qiyam lis-salat fardan kanat aw naflan. Tahorat yo'q odam mayli nafl olsun, mayli farz olsun, namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtida uning tahorat elish farz bo'ladi. Gerçi o'qimoqchi bo'lgani nafl bo'lsa-mu, uning tahorat elish nima bo'ladi? Farz bo'ladi. Har qanday namoz o'qimoqchi bo'lsak, tahorat elish nima? Farz. Endi qanday vaqtda tahorat elish vojib bo'ladi? Lit-tawaf havlal Ka'ba. Ka'bani tavof qilgan vaqtimizda tahorat elish vojib. Ya'ni tahoratsiz tavof qilib qolsak, tavofimiz ado bo'ladi qon bilan, ya'ni qon ketadi. Vojibni umr haj faoliyatlarida qon to'liqlaydi. Üçüncüsü tahorat mustahab bo'ladi. Qanday vaqtda mustahab bo'ladi desanglar, at-tawaddu li kulli salat. Har namozga bir qatim tahorat elish bu mustahab. Va limassil kutubish shar'iyya min tafsirin va hadis. Tafsir va hadislarga o'xshash shar'iy kitoblarni tutish uchun tahorat elish mustahab. Albatta, Qur'onni tutish uchun tahorat elish mustahab. Tahorat ustiga uxlash uchun yoki junublikdan, yuyinishdan ilgari tahorat elish mustahab. Shuningga o'xshagan yana boshqa tahorat elish mustahab bo'lgan o'rinlarmi bor. Tahorat qanday vaqtda makruh bo'ladi desanglar, tahorat bir qatim tahorat oldik. U tahoratda hech qanday namoz o'qimay turib, tahoratimiz borligini bilib turib, yana tahorat elish bu makruh. Bir qatim namoz o'qib bo'lib, onundan keyin tahoratimiz batırıp tahorat alsak mustahab bo'ladi. Ammo hech qanday tahorat namoz o'qimay turib, yana tahorat elish bu makruh. Shunday deydi, i'adatul wudu qabla ada'is salat bil wudu'il avval. Tunji qatimliq tahorat bilan namozni ado qilishdan ilgari tahoratni qaytalash bu makruh. Undan keyin muharram. Qanday vaqtda harom bo'ladi tahorat elish degan vaqtimizda vudu bima'in mahzub. O'g'irlangan, bulab elingan suvda tahorat elish haram. Tahorat ado topadi, ammo harom holatda tahorat olgan bo'ladi.
Av bima yetim. Yetimninki suyda, yetimning ruxsatsiz, ya'ni yetimning velisining ruxsatsiz holatda bu o'xshash mag'zub, ya'ni bulab ilinganga o'xshash bo'ladi. Bundaq suvda tahorat elishmi muharram, harom bo'ladi. Agar suv olmasa, suni egasi bermasa, tayammum qilamiz, hargiz bulabcho olmaymiz. Mana bu tahoratninki turlari. Endi biz tahoratninki rasmiy hukmlarga kiramiz. Al-vudu. Endi tahorat degan nima desanglar? Tahorat deganimiz shar'iy jihatda isti'malu ma'in tahurin fil a'da'il arba'a ala sifatin maxsusa. 4 a'zoyimizga poklovchi suvni xususiy sifat bilan ishlatish. 4 a'zoyimizga poklovchi suvni xususiy sifat bilan ishlatish. Qanday xususiy sifat? Shariatda ko'rsatgan sifat bilan ishlatish. Demek 4 a'zoyimiz. Unda qolsa 4 a'zoyimizni yuvish nima ekan? Farz. Endi tahoratninki farzlari va sunnatlari va makruhlari va biz bir qatdan kelamiz. Tahoratning farzlari qancha? Bizning Hanafiy mazhabimizda tahoratning farzlari 4. Birinchisi g'aslul vajh, yuzni yuvish. Yuzni beshimizdagi tukimiz oyoqlashgan o'rindan tortib, zoqimizni qushib yuvish farz. İkincisi g'aslul yadayn, ikki qo'limizni yuvish. Tunji qatimqi ikki qo'limizni emasa, yuzimizni yuvib bo'lgandan keyin ikki qo'limizni jaynikimiz bilan qushib yuvish. Jaynikimiz bilan qushib yumsak, ya'ni yuvg'anga hisob bo'lmaydi. Tahorat olgan vaqtda bizda mundaq bir xatolik sodir bo'ldi. Ya'ni biz 5 ta 3 qatim qo'limizni yuvamiz, buni yuvish sunnat. Uningki yuzimizni yuvamiz, bunimizga ig'zimiz suv bo'lgandan keyin, uningdan keyin biz qo'limizni yuvgan vaqtimizda, qo'limizni yuvmay, mushadan boshlablan jaynikimizni yuydigan ishlar bor. Bu to'g'ri emas. Bu 5'dagi sunnat. Yuzimizni yuvib bo'lgandan keyin farz. Bu vaqt yana qayta mushadan tortib yuyamiz, Shunga diqqat qiling. Uningdan keyin 5imizga masih qilish, ya'ni 4ning 1iga eng az o'lchamda 4ning 1iga masih qilish farz. G'aslur rijlayn, ikki putni o'shqimiz bilan qo'shib yuvish farz. Mana bu tahoratninki 4 farzi. Endi tahoratning shartlari bormi? Albatta tahoratning shartlari bor. Endi shart ikki xil bo'ladi. Biz buni ilgirki darslarimizda tushuntirgan. Birisi vojib bo'lish sharti. Ya'ni shu shart hozirlanmasa, uningga tahorat elish vojib bo'lmaydi. Yana birisi to'g'ri bo'lish sharti. Ya'ni shu shartni hozirlamasa, shu ishni qilgan taqdirdami to'g'ri bo'lmaydi, ado bo'lmaydi. Buni biz shartu sihha deymiz. Shartu vujub deganimiz vojib bo'lish sharti. Ya'ni tuvandagi ishlar hozir bo'lmasa, uningga tahorat elish vojib emas. U qaysi? Birinchisi aql. Saranga hushidan ketgan odamga tahorat elish vojib emas. Ya'ni tahorat olmaydi. Uningdan keyin bulugh, ya'ni balog'atga yetish tahoratninki vojib bo'lish sharti. Ya'ni masalan, vojib bo'lish sharti dedik, vojib emas dedik. Ya'ni mas'uliyat yo'q, ammo saranga tahorat olsa, sarang tahorat olsa to'g'ri bo'lamdi, to'g'ri bo'ladi. Chunki bu vojib bo'lish sharti sahih bo'lish sharti emas. Sahih bo'lish sharti bo'lmag'achqa sarang tahorat olsa-mu to'g'ri bo'ladi. Balog'a yetmagan sabiy tahorat olsa-mu tahorati to'g'ri bo'ladi. Ammo uning tahorat elish nima emas? Vojib emas. Uchinchisi islom. Islom vojib bo'lish sharti ham to'g'ri bo'lish sharti. Ikkili xil sabab islomda. Ya'ni kofirga tahorat elish vojib emas, olgan taqdirdami yana to'g'ri bo'lmaydi. Chunki uningda musulmon bo'lish sharti bor. To'rtinchisi suvni ishlatishga, poklovchi suvni ishlatishga qodir bo'lish. Hamma shartlar hozirlandi. O'zi musulmon, balog'atga yetgan, aqli bor, ammo suv ishlatilmaydi. Ya'ni yoki suv qishda suv yo'q, yoki kasal suv ishlatsa doktorlar buning ziyonli kasallik kechib ketadi yoki mushu kasallardan vafot etib ketishi mumkin degan bir diagnoz qo'yilgan bo'lsa, buningga tahorat elish vojib emas, tayammum qilsa bo'ladi. Uningdan keyin hayz va nifaslar bo'lmaslikmi tahorat vojib bo'lishiningki sharti. Hayzlar va nifaslar odamga tahorat vojib emas, ham shartu sihha, ham sahih bo'lish sharti bu. Ikkili xil shart shu, islom bilan shuningda tepiladi. Ya'ni hayzlar ayoldan birisiga
tahorat vacib emas. Tahorat olgan taqdirdami to'g'ri bo'lmaydi. Undan keyin vacib bo'lish shartining oxirgisi vaqtninki qistab qilishi. Ya'ni pishim namoziga azan chiqdi. Menga tahorat elish hozir vacib emas. Ammo pishim namozi chiqib ketgili qopqa vaqtda tahorat elish shu vacib bo'ladi. Chunki u vaqtda men namozni darhol o'qimasam, vaqti chiqib ketgachga menga darhol tahorat elish vacib bo'ladi. İkincisi şartu sihha, ya'ni to'g'ri bo'lish sharti. Tuvandek ishlar tepilmasa, tahorat olgan taqdirdami tahorati to'g'ri olmaydi, qabul olmaydi. Birincisi tamyiz. Endi biz bolalarning yeshini manda ikki xil o'lcham bilan o'lchaymiz. Birisi tamyiz yeshi, ya'ni birisi balog'atga yetish yeshi deb. Balog'atga yetish yeshi ihtilom bilan belgilanadi yoki san bilan belgilanadi. Ya'ni 18 yosh bizning Hanifiy mazhabda, ammo jumhurlarning ko'z qarashida 15 yosh. Ammo ihtilom bo'lsa, buning hammani kesidir. Ya'ni ihtilomlar e'tiborga ilinadi. Ammo 18 yoshga kirgach ihtilom bo'lmasa, 18 yosh kirganda hamon, ya'ni o balog'atga yetdi deb muomala qilamiz. Ammo tamyiz yeshi shu desa, tamyiz yeshi bu bir boladan bir bolaga farq qiladi. Ammo ko'p hollarda, normal holda 7 yoshda bir bola tamyiz, ya'ni oq qorni farq qiladigan yoshga yetgan bo'ladi. Shunga tahorat elishning sahih bo'lish sharti tamyiz yoshiga yetgan bo'lish. O qancha yosh? 7 yosh. Ko'p hollarda. Ammo ba'zi taxmin chechan bolalarda oq qorni farq qilish yoshi balduroq yetirishi mumkin, ba'zi hollarda kechib ketishi mumkin. Ya'ni tamyiz yoshi deganimiz qilgan gapni tushuna oladigan, uning to'g'ri raddiya qaytara oladigan oq qorni faqatgidek yosh. Bu normal holda 7 yosh. Ya'ni 7 yoshdan tuan bola tahorat olsa, u bolaning tahorati nima emas? Hisob emas. Hisob emas. Shundaqla vojibqo emas, ham nima emas? Tahorat qilish uningga to'g'ri emas. Albatta balog'at vojibchilik sharti bo'lgan yerda tamyizmi allburun uningga nima? Buni demasakmi vojiblik sharti. Uningga vojib emas, tahorat olgan taqdirda to'g'rimi bo'lmaydi uning tahorati. E'tiborga ilinmaydi bizning shariatda. Uningdan qalam ko'tarilib ketgan. İkincisi İslam. İslam hem vacib bo'lish sharti, hem to'g'ri bo'lish sharti. Kafir tahorat olsa, uning tahoratidan ba'di bo'lmaydi. Oldira musulmon bo'lishi kerak. Üçüncüsü suni yuyishga tegishli a'zolarning hammasiga umumiy qilish. Ya'ni hamma ya'ni chu yuyish. Yuyish farz bo'lgan 4 a'zoni hammani to'liq yuyish bu tahoratning to'g'ri bo'lish sharti. To'rtinchisi a'zoga suning yetishini cheklab qo'yadigan narsani yo'qotish. Qo'limizda xina, ya'ni sirxina, ya'ni tirg'a suv yetishdan to'sab qo'yadigan har qanday bir narsa bo'lsa, uni yo'qotish kerak. Agar shundaq narsa turib tahorat olgan bo'lsa, uning tahorati to'g'ri bo'lmaydi. Uningdan keyin tahoratni buzg'uvchi omillarningki to'xtishi. Ya'ni tahoratni buzg'uvchi omillarning to'xtishi. Masalan, salisil bowl deymiz. Masalan, suyduk oqadigan odamlarda bu anda odamlar istisnoi ahvol har bir namozga bir qatim tahorat o'qiydi, u davomli kasallik bo'lsa, ammo qon chiqib turgan bo'lsa, masalan, qon birini kesyapti, qon iqib turib, demak masbuh, ya'ni iqib turib qon chiqqan bo'lsa, bu qon to'xtagan qadar qanaqa qilamiz? To'xtaymiz. Unda holatda tahorat olsak to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni tahoratni buzadigan omilning to'xtishi shart. Undan keyin hez va nifaslar bo'lmaslikmi to'g'ri bo'lishning sharti. Ham vojib bo'lishning sharti, ham to'g'ri bo'lishning sharti. Mana bu tahoratning farzlari va shartlari. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda tahoratning sunnatlari va makruhlari haqida to'xtalamiz. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.